Seni onang musirchik deb kuzatilgan, yig'lab ketgan kunlari ham bo'lgan bolamni. Oyi, nima qilasiz, ishlamang, bo'shang deb gapirishdi. O'g'limga aytganman, bolam, gapirsa gapiraversin. Men halol mehnat qilaman, buni savobi katta. Bir xabarlar masalan jahlim ham chiqadi. Lekin o'zimda kasbimni yaxshi ko'raman men. Men Toshkent viloyati Bo'ka tumanidanman. Toshkent shahriga 2016 ko'chib kelganmiz. Bu yerda ishlashimdan oldin obodonchilikda ishlaganman. Muhtaram prezidentimizdan uy bergandan keyin 2020-yildan beri masjidda ishlayman men. Uyimiz borligiga mamnunmiz. Issiq, yaxshi uyimiz. Shunaqa prezidentimizga rahmat, shunaqa uylar qurib berganiga. Ertalab uyg'onganimizdan keyin shu musor mashina keladi. Ertalab shu 6 dan 7 gacha, kechki tomon shu 6 dan 7 gacha musorda jo'natib yuboramiz. Taglarini yuvib, qishi yozin, masalan issiq sovuq kunlarda ham qiyinchilik sezmaganman. Tozalikka riyo qilsam, shu aholi ham tozalikka riyo qiladi. Kim kelsa ham bag'ri dili ochilib ketadi. Uyalmayman, faxrlanaman ishimdan. Bir xillari keladi, sen musorchiksan deb haqir qilib ketgan kunlari bo'lgan. Bir xillari keladi, baraka toping, ozoda ekan, toza ekan deb rahmat aytib ketadi. Farzandlarim boshida uyalishdi. Oyi, nima qilasiz, ishlamang, bo'shang deb gapirishdi. O'g'limni maktabda o'qib yurgan paytlarda seni onang musorchik deb kuzatilgan, yig'lab ketgan kunlari ham bo'lgan bolamni. O'g'limga aytganman, bolam, gapirsa gapiraversin. Bu halol mehnat. Buni savobi katta. Hozir or qilishmaydi bolarim. 4-sinfda o'qiyotgan qizcham kelib, manbalari supurib, sudirib, suv sepib ketadi. Yoki o'g'lim keladi, kelinim keladi. Uyimda yarim kreditini to'ladim. Kelin oldim, to'y qildim. Shu 6 yil davomida shu ishlarni qildim. Stajimiz ham ketadi, oyligimiz vaqtida. To'g'ri, endi ayol kishiman, charchashim mumkin. Bir xabarlar masalan jahlim ham chiqadi. Domda tagini supurib ketayotgan paytimizda ustimizga bir chelak mazg'ala suv turgan kunlar ham bo'lgan bizda. Birovning mehnatini qadrlash bilish kerak. Ba'zi birlar muomalasi ayrim holatda jon-jon bo'lib ketgan kunlar bo'lgan menda. Nonni yoqqa tashlamang yoki masalan yerga qo'ymang desangiz, urushib ham ketgan kunlar bo'lgan. Lekin shunga iltimos qilaman, aholimizga ham bir qadam bo'lsa ham masalan yerga tashlab ketmasdan bizdaqa ishchilarni qadriga yetsin. Erinmasdan shu masalan shu NSPga olib kelib chiqindisini tashlasin. Musorchi emas, tozalovchiga qarashlarni xohlaymiz. O'zi bo'lmaydi chiqindidan narsa terib olish. Lekin shunday ham qaramasdan, men shu o'zim kasbimni yaxshi ko'rganim uchun men ishlayman. Saralab olib kelganda meni ishim ancha yengilcha. Bir xillari masalan nonni ham tashlab ketgan kunlar ham bo'lgan. Nonni mana sandig'i turibdi. Mana non sandig'iga alohida qo'yib ketsa, kimni chorvasi bo'lsa, tovuq qo'ylari bo'lsa, bizdan kelsa olib ketishadi. Lekin o'zimda kasbimni yaxshi ko'raman men. Bolalarim shunga qarab bir-biriga mehrli. Kichkina qizim ham masalan ko'chaga yursa ham ko'chada axlat tashlamaydi. Nima yekin taqdirda ham to'ndak solib ketadi. Uyga boradi, uyda musor chelakka solib qo'yadi. Meni qadrimni bolalarim tushunadi. Oson ish o'zi yo'q. Hamma ish qiyin. Lekin men ishim yoqadi menga. Yoqqanligi uchun masalan men qiyinchilikni sezmayman o'zimga. Eng katta orzuyim chaqirsa Xudoga mehmon bo'lish.